Ravshanov Muhiddin Ro'yiddin o'g'li, laqabi Petya, 1993-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 va 277-moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir qilganligi uchun jazo muddatini o'tamoqda. Laziz Muhiddinov 1998-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan. Hozirgi kunda jazo muddatini o'tayotgan Petya laqabli qarindoshining o'rnini bildirmaslik maqsadida o'zini Petya deb nomlab, izdosh yasab, jinoiy yetakchi sifatida ko'cha muhokamalarida qatnashib kelgan. Jumladan, Laziz Muhiddinov o'zi bilan bir manzilda yashovchi jiyanini S.U. bilan o'rtalaridagi nizolarni ko'cha muhokamalari yo'li bilan hal qilib berish maqsadida Qarshi shahar Qarshi mahallasida joylashgan ko'p qavatli uyning avtoturargohida o'zining 4 nafar sheriklari bilan birgalikda S.I.ni olib chiqadi. Tortuv davomida unga turli darajada tan jarohati yetkazib, bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urush, do'pposlash harakatlarini sodir etayotgan vaqtida Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan jinoiy sheriklar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda Laziz Muhiddinov hamda uning sheriklariga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuni esda tuting, bezorilik jinoyati uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.